eng yaqin do'st bilasizmi kim? U sizni yomon kuningizda yoningizda turgan emas. U sizni eng xursandchilik kuningizda ham sizni yoningizda turgan ana o'sha haqiqiy do'stingiz bo'ladi. To'g'ri, ba'zi odamlar bor, qiynalgan paytda o'rtoqlar turib beradi, lekin ularning hammasi ham sizga do'st bo'lgani uchun emas. Kimdirlar sizga achinganidan yoki odamgarchilikdan yoki savob uchun ham yordam qilib turib beradigan o'rtoqlar bo'ladi. Lekin haqiqiy o'rtoq sizni xursandchilik kuningizda ham, baxtli kuningizda ham, muvaffaqiyatga erishganingizda ham siz uchun sizdan ham xursand bo'lib sizni yoningizda turgan o'rtoq ana o'sha haqiqiysi bo'ladi. Ishoning, unaqa o'rtoqlar hammada ham bo'lmaydi. Agar sizni hozir yoningizda, sizni xursandchiligingizda zo'r sen shu narsani qila olerding, men senga ishonardim deb sizdan ham ko'p xursand bo'layotgan o'rtog'ingiz bo'lsa, ishoning, siz hammadan baxtlisiz, hammadan. Chunki bunaqa o'rtoqlar hammaga ham nasib qilmaydi. Bu videoni bo'lsa aynan o'sha o'rtog'ingizga yuborib qo'ying.